dizaynga o'tdi. Shuni ayting. Balki haqiqatni aytish payti kelgandir. Ko'rsataymi? Ko'rsating. Sizni xolingiz o'zingiznikimi? O'zimniki. Zato meniki o'zimniki emas. Ro'molingizchi? Tushib bo'ldi mana qo'limga. Ro'molingizchi? Mana. Yana nimangiz o'zingizga emas? Qarang. Garanga tushibmi? Xo'p, mayli. Aytasiz uni ham, ha? Kadr ortida aytasiz. O'zingiz emasligini. Nima sabab? Nima sabab Bravo jamoasidagi Shahlo bu savolga men javob bermaydi. Shuni ayting. Ayting obunachilarga nima sabab o'tdingiz? Bravodan dizaynga. Men Bravodan dizaynga o'tganim. Yo'q, men просто dizaynga keldim. Mehmon san'atkor bo'lib keldim. Ko'p narsani bilsangiz qarib ketasiz, uka. Ko'pchilik aytayapti, Shahlo Bravoga xiyonat qildi, dizaynga o'tdi, deyapti. Kim aytayapti? Menga o'sha imенно o'sha odam ko'rsating. O'zingizmi bu? O'zingizmi? Yo'q, men obunachilardan so'rashyapti. Qachon? Kim so'radi? Kim so'radi? So'raganlar, izohlarga keyin gaplashamiz. Mana o'zi bilan gaplashdim, sizlar gaplarni so'rayapman. Yo'q, to'xtang, keyin o'qiylik, men o'z ko'zlarim bilan ko'ray, keyin javob beramiz. Bo'ldi. Albatta bu videoga like bosib, Shahlo muxlislariga jo'natinglar. Tez orada haqiqatni aniqlaymiz. Manfaatli video bo'ladi. Shahlo xiyonatkor emas, Shahlo diyonatli emas. Chunki bu taklif uchun hech kimga yo'dmaydi, borib xizmat qilishga doim tayyor. San'atkor shunaqa serqirra bo'ladi. Nech pul berishim kerak edi? Yuring gaplashamiz. O'zi o'rmonga joy